Assalomu alaykum, yaxshilar, yaxshimisizlar? Qabrimizda protez qo'yilgan bemor keldilar. Mana yuraklariga ikkita protez qo'yilgan ekan. Bittasi mana mitral klapanida, ikkinchisi aorta klapanida protez qo'yilgan. Shu effekt protezda effekt deydi, mana mayda-mayda yaltilib turgan narsalarni. Protezda o'zida bo'ladigan narsa tabiiy holat. Bemor dorilar ichmaganlar, mana soyalari hammasi protezdiki. Dori ichmaganlar, shunga hansirab qolganlar. Yuraklari shu o'ynab, hansirab murojaat qilib ketdilar. Nimagadir shu bemorlar dorilar ichmaydi. Mana yuraklar razmerlari ham ko'rinib turibdi, katta, fraksiyalar ozgina tushgan. Protez. Qo'rqadiganlarga tashlab qo'yasizlar. Ikkita protez bilan cho'tkir yuribdi bemor. Oldin olsa hansirab yurganlar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Videoga like bosib